Berlin Shimoliy oqim loyihasini qayta ishga tushirishga yo'l qo'ymaslik uchun barcha choralarni ko'radi. Friedrich Merz. Germaniya kansleri bu haqida Berlinda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Berlin Rossiyaga bosimni kuchaytirishda davom etadi. Biz bu jarayonda Shimoliy oqim 2 loyihasini qayta ishga tushirishga yo'l qo'ymaslik uchun barcha choralarni ko'ramiz, deya ta'kidladi siyosatchi. Zelenskiy Tramp va Putin bilan uchrashuv o'tkazishga tayyorligini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya rahbari Vladimir Putin va AQSh prezidenti Donald Tramp bilan 3 tomonlama uchrashuv o'tkazish taklifini ilgari surdi. Zelenskiy shuningdek Tramp Putin va Tramp Zelenskiy formatidagi 2 tomonlama uchrashuvga ham tayyor ekanini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, uchrashuvlar bir vaqtda va yagona joyda bo'lib o'tsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ukraina rahbari Vatikan, Shveysariya va boshqa davlatlar taklif qilgan joylarda texnik darajadagi muzokaralarga ham ochiqligini qayd etdi.